Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Fatima Hasan. Bugungi programmamiz ayollarning da'vo yo'lidagi xizmatlari haqida bo'ldi. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi programmamizga aziz mehmonimiz Minavvar o'z Uyg'ur radiomizni taklif qildik. Assalomu alaykum Minavvar aka. Programmamizga vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga rozi bo'lsin. Hammamizga ma'lumki, vatanimiz Sharqiy Turkistonda bo'layotgan zulmlar kundan-kunga eshib ketib bordi. Vatanimizda Xitoy tajovuzchilari xalqimizga insonninki aqli yetmaydigan darajada har turli zulmlarni elib berayotganligini bilib turibmiz. Uzundan buyon Sharqiy Turkiston da'vosi qilinib kelyotdi. Lekin 2016-yildan boshlab Raurus avji elib yuqori pallada mengayotgan mushu paytda ayollarningki bu da'voga ko'plab qaytilishi va ayollarimizninki bu da'vodagi roli haqida suhbatda bo'lamiz inshaalloh. Undaqda Minavvarada siz mushu da'voda o'zingizning yo'lda, ya'ni o'zingizning tajribasidan qisqacha bir nuqtada so'zlab bergan bo'lsangiz. Sizden so'raydigan savollarim shu, ayollarning birinchisi bu da'vodagi roli nima? Shu vaqtda azroq anglatgan bo'lsangiz bizga. Assalomu alaykum, barliq ko'ruvchilar. Meni bu suhbatga da'vat qilganligingiz uchun hammangizga rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Rabbim Alloh bu suhbatimizni ham o'zimizning da'vosiga, dunyo va oxiratligimizga, bu mazlum millatning qutulishiga kichkin bir vasila qilsa, bu men uchun eng tasalli, yaxshi tasalli bo'ladi deb qarayman. Bu dava meselesinde Sharq Turkiston davası meselesi olsun yoki dünyada herhangi bir dava olsun. Erlarning roli qanday muhim bo'lsa, ayollarning roli shunday muhim. Çünkü bu ijtimoiy biz yaşayotgan jamiyat er ve ayollardan teşkil topgan. Onun için ayollarning rolini texmi köp değişki buldu, çoğun değişki buldu. Çünkü sebebi bu cemiyetning yerimini teşkil kıldığını ayol kişi olsa, yerimini to'g'ib yetishtirdiğini ayol. Doğru. Ailenin terbiyecisi ayol. Bunun için ayollarning ki bu davadaki rolü bütkül cemiyetinin, şunda etişkildi bütkül cemiyetinin ki davanın qandaq taraqqiy qilishi yoki qaysi bosqichda menishiga intayin cho'ng turkilik roli bo'ldi deb qarayman. Chunki bu masalan tarixdan qarasak yoki islom tarixidan qarasak, ayollarning har kesimda masalan erlarga o'xshash mayli urushlarda bo'lsin, oldingi planda, oldingi hisobda bo'lmagan taqdirdami yoki ilm so'rinlarda yoki ilm tahsil qilgan ayollarda har zaman ustozlar oldingi o'rinda turmagandek qilgan bilan parda orqasidagi ayollarning rolining haqiqatan cho'ng ekanligini bilamiz. Hatta padişahlıklarının kimi, nurgun padişahlıklarının perde arkasında ularga akıl öğretken, maslahat bergen ve yol göstergenlerinin sebebinden hatta imparatorluklarının örülüşüge yoki bir yerning fethi qilishig'icha nurgun ta'sirlan ko'rsatganligini bilamiz. Bu bizning tarixdan olgan tajribamiz ya tarixdan o'rganganlarimiz qaraganda ayollarning mayli da'vo yo'lida bo'lsin, mayli bir har qanday bir ishda bo'lsin, rolining intayin cho'ng ekanligi hammamizga aniq deb qarayman. Siz bu yerda anlatib o'tdingiz hozir rolning intayin cho'ng ekanligi ayollar cho'qim ön o'rinda turish kerak deysiz. Mushu bizga nurg'unlagan savollar keldi. Ayollar bu da'voni qilamiz deb oldiga chiqib olishida, ya'ni shariatda to'g'rimi degandek mushtaq savollar keldi bizga. Sizcha bu ko'z qarashda, ya'ni sizning qanday ko'z qarashingiz bor? Shu vaqtda azroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Bizning bu da'varimiz bo'lib Sharqiy Turkiston masalasiga kelsak, davosiga kelgan chog'da şeriat bo'yicha aytsak aslında teşideki işler, sırtdaki işler erlerimizin vazifesi. Doğru. Ailedeki evlat terbiyeleş, aileni yaxshi bir şekilde, paravan bir şekilde iyi çıkış ve şu ailenin huzurunu saklaş, farzandlarning sağlam ve ilimlik bulup terbiyeleşi de, ahlaklı bulup terbiyeleşi de ayol kişinin vazifesi buludu. Yani çünkü erler her zaman teşhid bo'lgan ekan. Hem de bunu kengaytib algan vaqtimizda bir davlatninki cho'ng işlerini qilish, mesela siyasi jihatga rahbarlik bo'lsin, yoki mesela texnikalik taraqqiyot bo'lsin, yoki ticari ishlar bo'lsin, yoki ijtimoiy xizmatlar uchun aloqa har qanday bo'lsa, aslında erlarning roli oldingi o'rinda turdi mesela. Çünkü ular şu işlerge kabiliyetlik bir ne bilen yaratılgan. Yani Allah Subhanahu Teala öz yaratkan bendelerini erle ve ayollarga o'xshamagan bir farqda, o'xshamagan bir şekilde iqtidorli qilib yaratgan. Lekin endi hozir ki bu dava meselesida
Yani bizning taptırıp koygan vatanimiz Sharqiy Turkiston hem erlerning vatani, hem ayollarning vatani. To'g'ri. İyada zulüm ko'rayotganlar hem erler ve hem ayollar. Ama en çok ziyonga uchrayotgani kim? Ayollar. Ayollar. Çünkü erler öldürülgen tul ayollarmı şu vatanning bir puhrası. Balalardan, oğullardan ayrılıp kalganlarmı yani şu analar. Ata-anasından ayrılıp kalgan, akukulardan ayrılıp kalganlarmı şu kızlar. Ayollar. Bunda bo'lgandan meyli balaları ziyan uçursun, meyli erleri ziyan uçursun, meyli akukusu ziyan uçursun. Yana dadaları ya tağıları ziyan uçursun. Oturda ziyanga en çok uçuravatkan ve manevi cihattan hem maddi cihattan en çok sıkıntıga kalgan, yani müşkilci kalganları. Ayollar bu başka, bu davada ayollarımı erlerge okşaş derecede aldığın planga çıkışı gerek. Bulup mu ayollarının bu davada aldığın oranga çıkışı bizning mazlumlarning ovozimizni anlatışımızga texmi yaxshi buldu. Mesela bir er kishi meni vatanimdan tortirib qo'ydim, Xitoydan zulm ko'rdim, ishkence ko'rdim deb yig'lasa, uning masalan bek qadam diqqat qilmaydi. Ammo insonlikning mehr shafqatlik tuyg'usini o'ylagan chog'da bir ayolning, ya'ni o kadar mazlum bir holatga qilishi, yo'qsul qilishi, ojiz qilishi, çaresiz qilishi har qanday bir insonning yuragini etishtirdi. Yani ayollar agar mushu durum, mushu ahvol qolgan bo'lsak, demak ki bu yerda haqiqiy bir zulm bor. Hozirgi vaziyatni nazarga olgan taqdirda biz ayollarımızın bu davada oldingi planda turishimiz bu zulmning haqiqatan mavjud ekanligini ko'rsatadigan bir masala. To'g'ri. Agar ayollar yani aslında klasik bir usul boyunca yakin mesela şeriatimizde ayollarga qo'yib bergan chek-chegara boyunca ayollar öydün oltasını işine çıkmışsın desek, bu zulüm ko'rgan ayollarning ovozini kim anglaydi? To'g'ri. Bular nereden biladi? Zaten o öldürülüp atkanlar, yok bulup ketayotganlarninki hammasi de ko'pinchisi degidek erlar. Eğer erlar o'zini yo'qotgansa, ayollar ovozini chiqarmasa, Bu dava şu. bu davoni kim anglaydi, kim ko'radi? Onun üstüne o yerde ayollar davaga çıkıp kılmasa o balaga dava şuurunu kim berdi? Balaga şu davani anlatışı, Anlatışı. için bir ana ayol kişi bulmasın. Ayol kişi buluşu gerek. Çünkü bunun için ayollarının bu davadaki aktif rolü bütün cemiyetinin şu davaga köngül bilişige aldığın bir şart olsa şu balalarımızın dava yüz tuygusu bilen çoğun kılışıda bir rol buldu. Şundakla ayollarının bu davadaki aktifçalığı otomatik halda erlerimizin bu davaga yüzlenişige sebep buldu. Lakin şu bir şart var. Her meselede oturhal yol tutuşumuz gerek. Şeriat boyunca. Biz Müslüman. Doğru. Bizning Rabbimiz Allah. Bizge haqiqiy yordam qilgani Allah. Men dava qildim deb biz shariatdan sizgan siziqlardan chetnab chiqib ketsak bo'lmaydi. Allah subhanahu taala bizga ayollarning mesela sirtqi chiqqan chog'da va so'z harakat qilgan chog'da kishilar bilan ko'rishgan vaqtda yoki munosabat qilgan chog'da nimalarga diqqat qilishimiz kerakligini bizga aniq ko'rsatib berdi Allah. Biz shu chegaradan chiqib ketmasligimiz kerak. Oturhal yol tutuşumuz gerek. Eğer bir kız, bir ayal bu dava yolunda yani bu şu zulümle anlatış bulsun, mazlumlar yardım kılış bulsun. Yani bizim şeriatimizde doğru bulgan şekilde bu dava yolda mansa, ahlakan, edaben doğru bir yolda olsa onları tosmaslığımız gerek. Çünkü bu bizi yani bu hazırki kartta devagan gepemez. Sanırım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vaktida şu hicaplangan ayallar cihatlarga çıkkan. Şu hicaplangan ayallar hacıga bağın. Şu hicaplangan ayallar nurgun insanlara ders bergen. Yani nurgun nimede gazatlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayallarga çek taşlap ilip çıkkan. Bu bizge aniq örnek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vafatıdan keyin Ayşe anamızın o kadar çoğun sahabeler ders algan. Eğer ayollar hiçbir yere çıkmasın, köremmesin deydiğin iş bulup kalsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kim? Peygamber aleyhisselam'ın ayollarından fakat sevdanımızın başkaları, yani imkan boğunca ömrüge bağın. Bağması bulattı aslında. Doğru. Yani bunu biz şer'i nokta bilen qaraymiz. Menimce ayollar işine çıkmaslık gerek, öyde oturuş gerek deganlarning birisi İslam'ni, Peygamber aleyhisselam'ın hayatını bekçik bilmegenler desek, yeni birisi ayollarning şu şer'i cihattaki müştabı çeklemini koyup lan, ayollarni öy otkuzuş arkalık davadan yiraklaştırış gayesi bu Allah. Yani bunun da ben aşında qarayman. Üçüncü bir düşündürüşü yok.
To'g'ri. Bu bir o'zimiz qurib olgan, yo bo'lmasa o'zimiz hozir tuzib olgan bir nima emas. Burundan kelib bizning shariatimizda yo'l qo'ygan yo'limizda bab bo'lgan narsa, to'g'ri deysiz. Anadan keyin shu xonim qizlarimizningki bu davası, ya'ni tul ayollarimiz bor, oilasidan ayrilib qolgan qizlarimiz bor. Shu davoni qilishi sizcha ya'ni vaqtli bo'lib qoladimi? Chunki biz Uyg'urlardagi ishtik qizib, ishtik so'yadigan mana bir ahvol bo'lganligi uchun yani vaqtli bo'lib qoladimi deganda bir kallamga savol kelib qoldi. Shunga bir qisqacha tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bu davada vaqtli bo'lib qolmaslik masalasida butunlay shu ayolningki irodasiga bog'liq bo'ladi. To'g'ri dedingiz, nihoyatda to'g'ri bir savol so'radingiz. Ya'ni bizlar nihoyatda ishtik qizib, ishtik so'yimiz. Balkim bu Uyg'ur millatiga xos bo'lgan bir alayda bir xuy bo'lishi mumkin deb qarayman. Bir ishqa shundoq asan hayajonlanib kiramiz va asan hayajonlanib soviymiz. Endi umumiy psixika nuqtadan aytgan chog'da Uyg'urlarda bir xil botnash psixikasi bor. Ya'ni asan botnab qoladigan. Ondan keyin yana bir psixikamiz bor bizda. Bir narsaning husulini, mevasini aldirab ko'rishni xohlaymiz. İştik bosiken. Mesela Uyg'urcha yerlik tilda o'shkiga chigit berib qo'yrug'ini tutibdi degandeklarni. Endi bizning nurg'un ayollarimiz bu shu burun mesela davaga hech yaqin kelmagan. Mesela biz davaga chaqirsak, bu Sharq Turkiston davasini anglatsak, hatta bayroq poyaga kelmaymiz. Vatan degan nima bizni teshi yurayli, urug' tuqqanlarimiz bir narsa bo'lmasin. Voy biz bundaq vaqirab chaqirib chiqib qo'yganga nima hal bo'ladi degandek, hali anıga qaytilmaydi emas, ta'tir teşviqat qildigan nurg'un insonlar bor deb bu tushunchasi tushunchisi bo'lmaganligi uchun. Endi hozir urug' tuqqanlari bevosita, mesela 2016'da siz deganingizda 2016'da bu kamp echilib urug' tuqqanlardan xabar olinmay yoki kamplarga akirilib nurg'unlarning urug' tuqqanlari o'ldirilgandan keyin bevosita yemni o'ziga sanchilgan vaqtning o'zida bu ayollar sakrab chiqdi. Lekin chiqqan vaqtida shuni his qildik biz. Ba'zi ayollar shunda jangovar chiqdi ve qarasangiz beriblar hozirda Sharq Turkistonda o'sha jihad qiliblar evitadigan chiroy. Bir mezgil qarasangiz namoyish chiqib baqidi, uni qilib baqidi, buni qilib bir mezgilda shaq soviydi. Bundaydi hojon kechki namoyish chiqadi ekanmiz. Uni qilib baqimiz, buni qilib hech nima bo'lmay ekan. Voy imzo atal, tamam, hammamiz imzo etib ketdi. Bir mezgilda ikkinchi bir imzoni kelib, voy o'tgan imzo atdik, hech nima bo'lmadi ana. Ya bu yani qisa bo'lib qoladigan masala galash gulash xamir yo'q esa qozon sas pishadigan tamoq emas bu da'vo masalasi. Bu da'vo masalasi to'xtab qolmaydigan da'vo. Bizning ajdodlarimiz agar to'xtab qolishib qolsa hozirgacha qilmasi bo'ldi bu da'voni. Bu da'vo faqat bizning Sharq Turkistonga nisbatan aytgan chog'da 100 yil yaqin. Uning oldida masalan bizning munqarazlik hayotimiz tariximizni qarasak, uningdan bir 150-200 ga qadar so'rildi degan taqdirda menda. Ama tarixga qarasak, islom tarixida hozirgacha bu islom da'vosi davom qilib kelyapti. Ondan keyin islomdan burun bo'lsin yoki dinsiz bir hayot yashagan shu imperatorliklar qarasa ularning o'z oldiga bir da'volari va u da'vosini o'zlari davom qilib kelgan. Bu da'voda bugun chiqib ertasi to'xtab qoladigan da'vo emas. Yana masalan hozir qilayotgan da'volarimiz, qilayotgan namoyishlarimiz, qilayotganlarimiz bir natija berib, Sharqiy Turkistonni Alloh subhanahu taolo bizga bergan taqdirdimi? Endi Sharqiy Turkiston bizga berdi, kamplar etildi, urug' tuqqanlarimga erishdim, o'zimning burunqi mol mulkim, uyimga erishdim, vatanimga kelib oldim. Uf, Alloh endi yo'q unday narsa emas. Biz yana shunday zulmning takrorlanib qolmasligimiz uchun, shahada yuz bergan fojialarning yaralarni butunlay etilishi uchun harakat qilishimiz kerak. Tamam, Sharqiy Turkiston butunlay osoyishga erishgan vaqtida bizga o'xshash mazlumlarga yordam qilishimiz uchun yana harakat qilishimiz kerak. Bizning qisqa bir hayotimiz bor. Bu hayotni uyda o'tirib o'tkazsakmi, o'tkazimiz tugaydi, ammo bu da'vo yo'lida o'zimizni pido qilsakmi, uning ajrini olamiz. Yeni bir dunyoda tugamaydigan rohat, Alloh nasib qilsa Firdavs jannati, jannatlarga kirganda tugamaydigan rohat bor. O rohatni shunday ilib olamiz. İnşallah. Bu bir imtihan dünya. Bunun için ayollarimizdeki bu anı to'g'rilanishi nayt muhim. Çünkü bu dava tünügün bugün to'xtab qolgan dava emasken bu qildigan davadır. Falastin davası qaraydi, ya davom qiladi 60-70 yildan beri. Bu sen bugün 10 ayol, 100 ayol, necha ming ayol chiqsanglar hal bo'lib ketadi deydigan narsa yo'q. Hech qanday bir nima bo'lmaydi. Ammo biz faqat da'vorimizda qanday pozitsiyada bo'lganligimizdan o'zimizning vaqtini, kuchini, melini hayatımızın nimelerge sarf qilganligimizda imtihon qilinamiz. Biz
onun g'albisi bilan imtihon qilinmaymiz. G'albisini berdi Allohdan. Ammo biz tirishalik. Bizim buning uchun hech qanday bir ayolning bu to'g'rida xato tushuncha bo'lib, men qildim deb to'xtab qolsa, bo'lmaydiganligini hammasi tushunishi kerak deb qarayman. Nəhayət doğru cavab verdiniz. Həqiqətən bu dava bir günlük, 2 günlük ya bo'lmasa bir ajlıq dava emas. Axırgacha qilishimiz kerak. Çünki biz ayol kishi bo'lish sübutimiz bilan bundan keyin farzand tarbiylaymiz. Balalarimizga bu davaniki bizdan keyin qolsa mashlarni davom qilib menishi uchun ulgu bo'lganligimiz uchun to'xtab qolmasligimiz kerak. Bu dava yo'lidan da ayollarimiz davo qildim deb o'ttirga chiqib olishlam emas. Davani qanday qilishni bilmaydigan ayollarimiz nəhayət ko'p. Mushu vaqtda yani ayollarimiz qaysi xil usulda qaysi xizmatni qilishi, qanday faoliyatlarni elib berish kerak, mush haqda ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bu yo'g'on savoldan birini so'radingiz. Haqiqatan bu to'g'riliq o'tasak bir qancha soatimizni oladigan bir savol bo'ldi. Lekin buni bir qisqacha aytgan vaqtimizda biz oldi bilan davoning ayollarimiz davoning nima ekanligini bilishimiz kerak. Uningdan keyin bu davoda biz nima qila oladiganligimizga o'zimizga bir o'lchamni, o'zimizga bir taroziga tortib beqishimiz kerak. Chunki davo qilish degan kelsa, bayroqni ko'tarib shuar tovlash emas. Dava qildim degan birisi kimning ovozi yuqoriroq chiqsa, uning orqadan yugurib berish emas. Dava degan haqiqiy, hani masalan bizning qo'limizdan kafir Xitoy nimani elib olgan bo'lsa, shuni qaytarib elishga nimalar kerakligini bilishimiz kerak. To'g'ri. Endi Allohning birinchi amri o'qu amri. Biz ayollar aldı bilan o'zimizning ilmimizni mukammallashtirish kerak. Lekin yana shu xato qarash buni ochiqlamasam bo'lmaydi. Ilm elish kerak desa, ba'zi ayollarimiz, qizlarimiz beshini ilmga kumib olib, tugi qushda kumib olib, men ilm elyapman. Kelgusida vatan ozod bo'lib qolsa, men haqqa ilm o'gitaman deb qilmadir. Ya'ni ayolda birisi o'lyapti desa, to'xtab tur, men doktorlikni o'rganib kelib, uningdagi uni davolay deyapti. Unda emas. Ilm elish bilan davoni birga elib berish hech zid emas. Boshqa bir xizmatni qilish bilan davoni birga elib berish zid emas. Ana bo'lish, ayol bo'lish, bal tarbiyalash yoki o'zining kasbida qilish bilan bu davo hech zid emas. Bir doktorlik qilib etib turib Sharq Turkiston davosini qila oladi. Kelgan har qanday odamga shuni anglata oladi. Qo'lidan kelgancha harakat qila oladi. Uning o'y fikri agar davoda bo'lsa, ya'ni boshqalarning uni yo'l ko'rsatishi kerak emas. Bu davoda men nima qilib bera olayman? Qanday to'kdan bo'ladi? Uning uchun tirishidi. Bunun için tirişidi. Özü eğer siyasi cihatdan Şarkı Türkistan'ın tarihi, o Şarkı Türkistan davadaki bu mezgillerde nimalarni bilmeydi, onu öğünüdü. Eğer bu davanı doğru kılış için, Allah'a yargıdak bir şekilde, Allah'ın yardımı ilişkilik bir şekilde kılış için ben şeriatta nimalarni bilishim kerak. Kitaplarını gördü, araştırdı, izlenidi. Ve özünün hatalıkını, eksikliklerini to'liqlaydi. Eğer bir ayol başka bir kesipte şog'ullanayotgan bo'lsa, şu kesbini bu davaga qanday ishiltishi uchun qillisini qattirish kerak. Bu dava shuar bilan bo'ladigan dava emas. Bu ham takrorlayday, shuar bilan bo'ladigan dava emas, bayroq ko'tarish bilan bo'ladigan dava emas. Bu davaga amaliy kuch lazım, bilim lazım, iqtisod lazım. Hammadan muhimi bu dava uchun to'xtab qolmaydigan izchil bir g'ayrat lazım. O'zi agar buni izchil g'ayrat qilmay 2 kun sakrab 3 kun to'xtab qolsa, men nima uchun bu davoda to'xtab qoldim deb buni bilishi kerak. O'zidan so'rash kerak. Hozir bizning vatanda islom dinini o'qish uchun chiqqan yoki chet ellarda o'qish uchun chiqqan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Vatanda o'zimizningki milliy an'anamizni yashayolmaydi ekanmiz, o'zimizning tiliga ega bo'lolmaydi ekanmiz, dinimizga ega bo'lolmaydi ekanmiz, dinni yashashga ega bo'lolmaydi ekanmiz yoki milliy kimligimizga ega bo'lolmaymiz ekan degan sabablar bilan dunyoning har qaysi yerlarga o'qishga chiqqan nurg'un qarindoshlarimiz va qizlar bor. Bizning qiz ayollarimiz ilmda nihoyat aqlli agar o'rgansa, lekin bir bo'shanliqlarimiz bor masalan. Ya'ni men o'qidim, vatanga borsam xizmat ishlayolmayman yoki Turkiyada yoki chet elda o'qisam bizga xizmat yo'q ekan degan narsadan bir bo'shanliq bor. Siz faqat xizmat uchun o'qimaysiz. İlim elish Allah'ın emri. Siz o'qing. Lekin foydali ilmni tanlab turib o'qing va g'ayrat qilib o'qing. Bu bir. Ikkinchisi, o'qish bilan birga bu davoni birlashtiring. Vaqtingizni hech isrof qilmang. Qanday qilsam mening o'qigan ilmim, o'rgangan narsalarim mushu Sharqiy Turkistonning qutulishi uchun, mazlumlarning qutulishi uchun qanday bir foyda bo'lar, buni o'rganing. Qisqa vaqtlik ko'zda, uzun vaqtlikchi biz agar Sharqiy Turkistonni
Allah shunda bizga qo'limizga bergan vaqtida, nusratni ato qilgan vaqtida, men Sharq Turkiston bo'lganda qanday xizmatni qilmoq, u yerdagi boshliqlarnimi? Agar tamoman urush bo'lib qolib, butun erlarimiz o'lib tugab ketgan vaqtimizda biz ayollar nima qila olamiz? Shu bolalarni, shu og'riqsalar qeri yoshlarni men bilan yigizib, men bilan nima qilamiz? Agar tamoman elektronlik texnika yoki bo'lmagan ahvolda ibtidoiy bir urush o'rtamida qolgan vaqtimizda biz ayollar nima qila olamiz? Men nima qila olayman? Buning hozirlik bo'lishi kerak. Hozir da'vo qilayotgan nurg'un ayollarimiz bor, lekin o'zini diniy jihatdan tarbiyalashga, kasbiy jihatdan tarbiyalashga ahamiyat bermaydi. Ama o'qiyotgan nurg'un qiz ayollarimiz bor, beshini tuyga qo'yishdek qulg'u kimi oladi, da'voning nayi kitoat qilingan bo'lmaydi. Men asr hozir nimalarni talab qilyotdi? Va dunyoning taraqqiyoti nayi kelyotdi? Bizga faqat 16-17 asrdagi bir shaklda, klassik bir shaklda yashash to'g'ri kelmaydi. Agar biz shunda ibtidoiy yashasak, bizning bolalarimizni nima bilan tarbiyalaymiz? Ayol kishi agar zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan bir musulmonning buguni tununkidan ilg'or bo'lmasa, bugungi hayoti tununkidan yaxshi bo'lmasa, u halok ichida degan gap bor. Bu hadis sahih hadis. Agar bizning tunugin o'rganganimizdan bugun ilgilamasak, demak biz ma'naviy jihatdan halok bo'ldik degan gap. Naydi to'g'ri javob berdi. Buning uchun ayollar haqiqatan qiz ayollarimiz olsun g'ayratga kelishi kerak. Tarixdagi dağınlık ayollardan örnek ilişi gerek, ülüge ilişi gerek. Biz addi saddi yoki uyda oturup yaşasak mı Allah subhanahu ta'ala'nın günün şerikten çıkıp garipte oturdu. Doğru. Bir gün tüyeydi. Ama biz bir günümüzde ehemmiyetlik ötküzüş için vaktimizde Allah'a hesap vermemiş, her bir dakikandan Allah'a hesap vermem deydiğim olsa bir günün içinde ayollar nurgun meselerini ögüneleydi. Kızlarımız hem. Men hozirgacha shaxsan Turkiyada deyman, Turkiyada yashab etib bir qanchalardan o'xshab bir g'ayriz turkcha gap qilamagan ayollar ichim haqidan echinadi. Eng aqallisi oxiratlikni demisin. Payg'ambar alayhisolamning hadisini bilmisin. Mesela tiloginish to'g'riliq. Lekin hech kimga o'zining hojatidan o'zi chiqish uchun tilini o'rganishi kerak. Biz musulmon oldi bilan hech kimga yuk bo'lmasligimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hech kimga yuk bo'lmaslik to'g'riliq talqindi degan bizga. Hatta bozorga chiqqan chog'da o'zining yanında xizmatchisi tursa, o'zining chapini o'zi ko'targan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Biz bunda bir payg'ambarning ummati. Mazlum bo'lganligimiz uchun boshqalarning menga yordamda bo'lishi, hamma ishimni qilib berishi, doktorxonaga birga olib borib berishi, hamma ishimni qilib berishi lozim deydigan narsa yo'q. To'g'ri. Agar bunda bo'lsa sahobalar hamma narsani aylib Madinaga borgan chog'da biz mesela mazlum hicret qilib keldik. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabeleri 13 yıl, 13 yıl biz o yerde zulüm gördük. O kadar kıynaldık. Hemen esimizden ayrıldık. Şimdi bizim beklemedik yetibası buldu insanların yanında. Lekin onda kımıdı ola. Bizge Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı yaxşı örnek buluşu gerek. Tamam, kulunuzdan kilişi siz tirişin. Yıkılmazlıkla tirişin. Kendine Allah çokum yardım kıldı. Ama kilidağını taşlap koyup yülünü verip okumundası okumay, işlandası işlemay, öğrenendisi öğrenmay, işlemin bilmemem cahillik oturuşun özü hakikaten bir insanlık için, yani Müslümanlık için demez. Müslümanlık'a elbette bir çok numus. Ama insanlık için bir numus o. Bunun için ayarlarımız özünün ait yaxşı yetiştiriş gerek. Hazır bulup mu Türkiye'de hemen Avrupalıların yedim ilim eliş sorularının ait yaxşı geldiğini bilmem. Öğrenişimizini aşağıda anlayayım. Ama Türkiye'de şu ikamette boğan bolsun. Bütün ayarlara nimba kesip öğündüğün nurgun yerler var. Hükümetin dekları içip egin. Hatta yol vurup gitti adamlarına ekinler öğütüp koyaydı öğünü bilinler. Hatta mesela Uygur kardeşlerimizden teşkilattan başka yerlerden alaklaşkan doktorlar olsun, kesip ilgiler olsun, yaki bulması nimeler var. Türüftülü öğütüdüğün, kesip öğütüdüğün sınıflar çakırıp gidiyordu, kilip öğünü bilinler. Yani bu bir fırsat. Allah Teala bizi bunu imtihan kılıp sunuvadı. Benden ben sana vatanda erişemeyen nurgun fırsatlarını berivatıma, meyge kelgendikin sen qanday qıldığınlığı bu senin iradandaydı. Biz bu fırsatlarını taşlap koysak, ertugün bunu öğündüğün fırsat tapamayı kalımız. Şunun için Allah'ın bir mümin buluşumuz, Müslüman buluş sıfatımızla oku emrige qaytışımız gerek. Çünkü deyiş mümkün. Benim 4 balam var, 5 balam var, selametliğim yaxşı emas. Ya ki o, ya kıyınçılığım var. Allah subhanahu ta'ala kıyınçılığınız bulması okundu mu de? Doğru. Balınız bulması okundu mu de? Kıyırı bulsanız okundu mu de?
Yaşınız kichik bo'lsa o'qing demadi. Hatto shuni diqqat qilaylik, meyib bo'lsangiz o'qing demadi. Hatto namoz bo'lsin, haj bo'lsin, zakat bo'lsin, ro'za bo'lsin, og'riqlarga, balog'atga yetishga yetgan yetmaganlarga, ya'niki masalan o'zining imkoniyatiga qarata ma'lum bir shartlarni osonliklarni Alloh berdi. Ammo o'qishga hech qanday bir narsaga ma'ziratini qabul qilmadi. O'qila dedi. Meyibmi o'qiydi? Qiyrim o'qiydi, kichigim o'qiydi, yeshim o'qiydi, erm o'qiydi, ayolmi o'qiydi, 10 bolasi bo'lsa o'qiydi, bolasi yo'q bo'lsa o'qiydi. Buning uchun bu ma'ziratni hech kim qabul qilmaydi. Biz agar ilmsiz qolsak, bu davarimiz og'zimizdagi shuar peti qoladi. Nayt to'g'ri gap bo'ldi. Allah subhanahu taala bizni haqiq o'zi yaxshi ko'radigan ilm bilan bizni qutqizishimizga vesile bo'ladigan ilmlar bilan mukofotlasin inshaalloh. Biz tirishchiligimizni qilamiz. Alloh subhanahu taala buning natijasini beradi deb. To'g'ri gap qildingiz. Biz o'zimizning jihatdan bu davoni qanday qilmoqimiz? Davo uchun emas, o'zimizning shaxsiyati, kelgusimiz uchunmi cho'qim o'zimizni ilm, bilim har bir jihatdan yetishtirishimiz kerak. Bu programmamızın ahırda, Münevverədə sizin soraydan ahırqı bir sualım var. Siz hazırki qız ayollarımızın ki bu davada qandaq hərəkət və xizmətlərini qilishini, qaysi işini naitdəyiliqi, çıqıraq qilishini, yani qaysi xil yolda maqsaq toğıraq buluşini şu vaxtda azıraq bir üçüncü bəsiniz. Tamam. Əmdə biz mündaqçı, çünki bizning yaşagan muhitimiz vatanda diktator tuzum ostida bo'lgandan erkin fikr qilish nimamiz yo'q bo'lgandan bizning psixologiyamiz ashundoq cho'ng bo'lib qolgan jo'q. Shunga chet elga chiqib u birsi chet eldagi tas hayotimiz, yana birsi beshimizga kelgan zulm bilan psixologik jihatdagi besimlar bilan ayollarimiz nurg'unlari gangrab qoldi. Chunki nima qilishni bilmaydi. Ammo buning uchun dedimki, agar bir ayol siyosiy da'vosi qilmoqchi bo'lsa, oldi bilan shu siyosatni yaxshi bilishi. Agar vatan da'vosi qilmoqchi bo'lsa, vatanning tarixini yaxshi bilishi kerak. Ha, tamam, o da'voni qilish, tarixni o'rganib bo'lib, siyosat o'rganib bo'lib, andan keyin gap qilmaydi. Yo'q, unda emas. Bu yoqdan o'rganasiz, o'rganganingizni bilginingizga qadar taraq qilasiz. Ammo bilmagan narsa, birinchisi ayollar, bilmagan narsa haqida gap qilmasligimiz kerak. To'g'ri. Birisiga agashgan vaqtimizda cho'qim kimga, nima uchun agashayotganligimizni bilishimiz kerak. Maqsadimiz, mudorimizni aniq bilishimiz kerak. Agar biz bu davada biz iqtisodiy jihatdan yordam bermoqchi bo'lsak, shu iqtisodni bir sog'lom yo'lda haqiqiy o'z amgigimiz bilan qo'lga keltirish uchun o'zimizning iqtidoriga bir nazar solishimiz kerak va men nima qila olaman deyishimiz kerak. Men masalan xalqaro ayollar faoliyatlariga borman, xalqaro nimalarga borman, bek diqqat qilaman. Men ayollarga nurg'un qatim deb ketdim. Qizlar qo'linglardan ish keladigan bo'lgan qo'l ishi o'simi qilinglar. Beka o'tag'icha beka ishlar deb tikan. Masalan Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan bir narsani to'qinglar, yasanglar, tasbih o'tkazinglar. Ashuni bismillahirrohmanirrohim deb ashuni qilsanglar, ashuni bir barakat. To'g'ri. Masalan men qilgan ishim ya 2 liraga yaraydi ya 3 liraga yaraydi demang. Alloh uning barakatini beradi. Lekin bir ishlarni qilishimiz kerak. Chunki da'volarimizni rostchil bo'lish uchun o'quvchilarni o'qigan vaqtidan sirtida, ya'ni mumkin bo'lsa halol, shariatga uyg'un bir shaklda ish tepib ishlaydigan yoki uylarda olsun bir ishlaydigan ishlarni qilish kerak. Chunki hozir Xitoyning, hammamiz bilamiz, Xitoyning tahdidsining birisi bizni iqtisodiy jihatdan gelimizni bo'lmoqchi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki sahobalarni Bani Hashim jilg'asida qanday boykot qilib ekirayotgan bo'lsa, murgoga bizni shunday qilib vaydat dugizib, mahaqni anandikin mashru bo'lmagan, ya'ni shariat to'g'ri bo'lmagan yo'llarga zo'rlamoqchi bizni. Lekin buning uchun biz boy egmaydiganligimizni, taslim bo'lmaydiganligimizni bildirishimiz kerak. Alloh rozi bo'lsin, yana qarindoshlarimiz aytdi, g'ayratlik, shunda bo'lsa texnik g'ayrat qilishimiz kerak. Bu g'ayrat yetmaydi bizga. Chunki o'ylashimiz kerak, hech bir ish qilmagan vaqtida Sharqiy Turkistonda qarindoshlarimiz zulmda, kampida, hatto qimirdash, og'zida bir zikr qilish imkoni yo'q. Hatto bir hech qanday bir insonlik haq-huquqi yo'q ekan. Agar shularning o'rnida men bo'lib qolgan bo'lsam, chet elga chiqib ketsam, mushunda erkin yashasam, nimalarni qilib o'tadim deb o'ylab qo'ydim. Hozir mening qo'l putim erkin azoda. Nima qilsam qila olayman? Bunday vaqtda bir ish qilishim kerak deyishimiz kerak. Ikkinchi bir masalada ayol kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening orqamdan ayol kishidan cho'ng fitna qo'yib ketmadim degan. Ayol kishi nurg'un narsada fitnaga sabab bo'lmas. Buning uchun meningcha ayollar bilmagan narsa haqida so'zlamasa, bilmagan narsa haqida baho bermasin, bilmagan narsa haqida fitna tarqilishiga sabab bo'lmasin.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ya gap qilsangiz, yaxshi gap qiling, ya bo'lmasa sukutda turing dedi. Unda bo'lgandiki biz bilmagan narsa haqida muslim media mesela internetda qo'llanayotganlar bilamizmi? Ya'ni bir o'ttirga bir fitna tashlandi, ayollar uningga bir-birisidan nimasini yozdi, uning izohatini, tushanchisini yozdi, tushunmay yozdi masalan narsalarni. Undan keyin o'tirdi, jidal chiqdi. Ya düşman ayakta kalıp ayarlar bir-birisi bilan gruplarda yezishib hem vaqtini israf qiladi, hem internetni israf qiladi, hem tordagi boshqalarning haqqiga kiradi. Buning uchun biz xato ishib qolsa, xato gap so'zib qolsa, jinim qarindishim to'xtab qoling. G'ayrat qilmayli, uni o'rnima ishni qilayli, yaxshi ish qilayli deb da'vat qilishimiz kerak. Va ayollarimiz-mu, ya'ni birlari bilmay yoki qasdan holda birlarini tillagan, ya birlari haqida yomon gap tarqatgan vaqtning o'zida bunu to'xtatishga harakat qilishimiz kerak. Eng muhimi gapni yig'ib aytgan vaqtning o'zida davoni bilib qilishimiz kerak. Bilmasak bilganning orqadan qilishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi, hech kimga yuk bo'lib qolmaslik uchun o'zimizni ilmda, bilimda qurollantirishimiz kerak. Shariy jihatdan xatolashib Allohning g'azabiga uchrab ketmasligimiz uchun ayollarımızga şer'i cihetten koyulgan nizamlarını öğrenişimiz gerek. Fıkıh ilimlerimizni öğrenişimiz gerek. Çünkü biz hazır fakat Şarkı Türkistan davasındaki bir nefer bulup kalmay balalarımızın ölgisi, okutukçusu. Biz belki ölüp tüküşümüz mümkün. Ama biz kelgüsüde bu davanı ta kıyametkiçe devam kıladigan nesil yetiştiriş bizim mecburiyetimiz. Eğer bizim kolumuzdan bu şey kilip durup biz balalarımızın terbiyelişige yoki o'quvchilarimizning terbiyelişige sal qarasak, ularga to'g'ri aql fikr yetishtiramisak, ularga mustaqil yashash ideyasini singdiramisak, ularga ya'ni bu da'voning haqiqiy his tuyg'usini his qilib yashalaydigan bir ruhni biz beramisak, bu ayollar so'ralamiz. Bekaga jannat onalarning oyog'i ostida demedi. Biz onalarning oyoqda tapınımızın ostida degan gap emas. Biz yugasak, harakat qilsak, uningdan bolalarimizga jannat beralaymiz. Doğru. Allah subhanahu taala bizni ve bizning farzandlarimizni, neslimizni hammasini jannatga loyiq bo'lganlarni bo'lish nasib qilsin. Sharqiy Turkistonning mustaqilligida, bu zulmdan qutulishimizda ayollarning hammasini eng yaxshi, soliha bir vasilalardan qilsin. Hech qanday fitna fasoddan yiroq bo'lgan, axloqi nachar ishlardan yiroq bo'lgan, fitna fasod bo'lishga sabab bo'lmagan ayollardan bo'lishga nasib qilsin. Qizlarimizni bu dunyoda ham oxiratda bu millat uchun foydali bo'lgan alimalardan bo'lishga nasib qilsin. Amin. İnşallah amin. Nayt yaxshi bir program bo'ldi. Haqiqatan sizdan Allah razı olsun Minarada bizga o'zimizni tuzitishimiz uchun yaxshi bir nuqtalarni, masalalarni hammani tushuntirib o'tdingiz. Qarindoshlar, mushu programmamizni sabr bilan o'tirib ya'ni ko'rpaginlar uchun qattiq rahmat aytamiz. Hammalardan Allah razı olsun. İnşallah ayollarimiz, qizlarimiz, bizde yani yaş kızlar, o'quvchilar hammamiz o'zimizda mush programmani ko'rayotgan, bundan keyin ko'rdigan har bir qarindishimninki mushuni ko'rgandan keyin, anglagandan keyin o'zida bo'lgan nuqsonlarni tuzitishini, anadan keyin men qanday qila olayman, men qanday qilsam bir yaxshi o'quvchi, yaxshi bir ana, yaxshi bir da'vatchi bo'la olayman, mushu da'vada qaysi xil usulda bo'lsam to'g'ri bo'ladi degan savolni o'ziga qo'yib turib ish qilishini umid qilamiz. İnşallah qarindoshlarimni shunday qildi deb o'ylayman. Bugungi programmamiz mishada oyoqlashdi. Hammalardan Allah razı olsun. İnşallah kelarki sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.